Peshku tumanidan 37 sotixli yer maydonida joylashgan o'rtamdagi eski selxoz texnikani joyi sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Narx-navosi oxirida bo'ladi. Bunaqa narxda bunaqa joyni topishni iloji yo'q. Shu videoni biznesmen puli boru qayerga sarflashni bilmay turgan shunaqa Peshkudagi, Romitandagi biznesmenlarga jo'natib qo'yinglar. Keyin mana shu joy qanaqa bizneslarga to'g'ri kelishini ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nosir manzilni ana endi to'liq tushuntir. Manzil Xaroxari qishloqdan kelaverishga mana Degdovonga qaytish yo'li bu. Qaytgandan 200 metr. 200 metrdan asfalt yo'liga joylashgan joy. Mana bu joy qanaqa joy? Bu Sammoyga moslashtirgani, buni arendaga bermoqchi edilar, endi kelishmaganlari uchun option sotmoqchilar berdi. Demak, shu joyga olgan odam Sammoy qurib qo'ysa ham kuniga bir zo'r bo'ladi. Kuniga $100 ishlab turadi bu yerdan. Bo'ldi. Bu tomonga endi asosiy blokka o'tamiz. Asosiy blokka o'tamiz. Buni joylar tez ketadi. Chuy baza qilayotganlar, misol noturar biznesmenlar tez oladi. Bu o zaman ko'raman molxonaga, lekin o'qiyotgan joy ekanda. Vaqt ishkaladi, molxona qilayotgan, misol bir chuy baza qilayotganlarga joy zo'r, vaqt dahshat. Shoshilinglar, sirroshni sotiladi bu akalar. Xullas egalari bilan talashib, tortishib, egalari mana shu joyimizni 100 ming deb o'tiruvdilar. 79 mingga ko'ndirdik. Agar yana bir tortishib ana o'qisangiz, akan ko'ngillari salgina yumshoq ekan, yo'g'ini yana kelishib ketsangiz bo'ladi. Binoni mana shu ko'rib turgan zdaniyni o'zini hisoblaydigan bo'lsangiz, $37 ming hozir aylanadi. Xohlang buni perestroyka qilib davom ettirib, molxonami, cho'p bazami yoki qanaqadir bir tunuka ishlab chiqaradigan joy yoki nima bizneslarga zo'r o'qiydi mana shu joy, kommentariyaga yozib qoldiring. Qo'shimchasiga o'yinga 6 qurilishi ham bor. Chegarasiga e'tibor berasizlar. Mana qo'shimcha binosi, asosiy blok bu tomonda katta maydon haqiqatan ham. Mana blokdan keyin 3 metrdan keyin ariqcha bor ekan. Chegara mana shu bu yog'i, mana yo'lgacha zabor bor mana. Hujjatlari joyida, bunaqa joylar haqiqatan ham tezda sotilib ketadi. Pastdagi raqam mana shu joyning egasi aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni yana bilib olsalaringiz bo'ladi.